Ichimlik va oqova suv yo'nalishidagi o'tgan haftaning eng muhim xabarlarini o'tkazib yubordingizmi? Unda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan tayyorlangan haftalik dayjest bilan tanishing. Assalomu alaykum. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov Xorazm suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida faoliyat yuritayotgan yosh xodimlar bilan ochiq muloqot tashkil etdi. Muloqot davomida yoshlarning fikrlari, tashabbuslari hamda murojaatlari tinglandi. Boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchi Ahmad Suvankulov Salar oqova suv tozalash inshootida bo'ldi. Jarayonda prezident tomonidan Sergeli va Yangihayot tumanlari aholisi uchun dolzarb bo'lgan masalalar yuzasidan berilgan topshiriqlar ijrosi o'rganildi. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Xurshid Rahmatullayev Surxondaryo viloyatida bo'ldi. Xurshid Rahmatullayev rahbarligida o'tgan Zoom platformasi orqali o'tgan yig'ilishda Surxondaryo suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining shahar va tuman bo'limlari rahbarlari, abonentlar bo'lim boshliqlari hamda mas'ul xodimlar ishtirok etdi. Soha rivoji uchun xalqaro hamkorlikning ahamiyati katta. Ayniqsa xodimlarning xalqaro talablar asosida malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi soha rivoji uchun ustuvor vazifa sanaladi. Bu borada O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda Janubiy Koreyaning K-Water kompaniyasi bilan uzoq yillik hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'tgan haftada kompaniya xodimlari bilan bir nechta uchrashuvlar va muhim tadbirlar bo'lib o'tdi. Xususan, O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Xurshid Rahmatullayevning K-Water delegatsiyasi bilan uchrashuvi, kompaniyaning ta'lim va malaka oshirish dasturlarida ishtirok etgan o'zbekistonlik mutaxassislar bilan uchrashuvi va K-Water kompaniyasi hamda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ilmiy o'quv markazi nodavlat muassasasi hamkorligida xalqaro tajribaga asoslangan zamonaviy o'quv dasturlarining ishlab chiqilishi bu boradagi so'zimizning isbotidir. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Komilbek Yusupov o'tgan haftada Buxoro va Xorazm viloyatlarida bo'ldi. Shuningdek, Komilbek Yusupov Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiyatosh suv tozalash inshootida olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishdi. O'tgan haftada Namangan suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatlarida 2026-yilning 6 oyligida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, kelgusi rejalar muhokama qilindi. Sir emaski, so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalari orqali suv ta'minoti va iste'mol madaniyatiga oid ko'plab dasturlar omma e'tiboriga havola etildi. Bu esa ichimlik suvi va obi hayotning inson hayotida muhim o'rin egallashi va bu borada targ'ibotlar hech qachon foydadan xoli bo'lmasligini ko'rsatadi. O'tgan haftada ham O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati xodimlari turli ko'rsatuvlarda ekspert sifatida ishtirok etishdi. Kredit bo'limining boshlig'i 31 million so'm qarzdorligi bor. Ogohlantirish xati beradi nazoratchilar. Qarzingni to'la deydi. Yana suv bergandan tashqari bo'ynidagi qarzini eslatish uchun boradi bular. Qanchalik zarba oldingiz? Yog'och bo'lagini olib turib, miyaga boshga solgan. Ishlamasa og'riydi, vijdoni qattiq, qadoq qo'li gul ko'rmagan suvchilarim. Hozirgi kunda avariyalarni oldini olish, topish jarayonlar qisqartirilgan. Marshrutini chizib beradi, boradi. Avariyani topgandan keyin tizim orqali yopib yuborish emas, ishni bajarishdan so'ng rasmlarga olib, mana kovladim, yamadim qilib yuklagandan keyin o'sha respublikadagi dispetcher tasdiqlab berildi. Tasdiqlab bergandan keyin nazorat yopiladi. 2028-yilgacha aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 87% ga, 2030-yilga borib esa 90% ga chiqazishni reja qilib oldilar. Ya'ni o'sha paytda reja shunaqa ekanligini aytib o'tdilar va bu boradagi demak ishlar ko'lami aniqki, demak mana shunday foizlar tilga olindi va albatta shunga qarab harakat qilinadi. Hozirgi kunda respublika bo'yicha markazlashgan ichimlik suv ta'minoti darajasi 83% ga yetkazildi. Bu degani qolgan 17% suvsiz o'tiribdi degani emas. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, so'nggi 9 yilda aholining ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga 35 trillion so'm mablag' ajratilgan. Bu oldingi 25 yilga nisbatan 8 barobar ko'pdir. Elektroliz hodisasini o'tgansizlar fizikadan, mana suvni oladi idishga, ikki tomondan tok tiqadi-da.
chiqadida, tokki tiqqandan keyin ftor, natriy, kalsiy, temir moddalari bor, ularni bitta paxtaga yoki matoga shundoq tiqib oladi. Mana siz axlat suv ichyapsiz, mana shuni ichyapsiz deydi. Masalan, siz behi yeysiz-ku yoki olma yeysiz-ku, sarg'ayib qoladi-ku, otvormaysiz-ku axlat, unda ham temir moddasi, xuddi o'sha sarg'i narsa biz qo'shib beramiz uni suvga, o'rtoqlar. Toshkent viloyatidan poytaxt tarkibiga qo'shilgan hududlar tez fursatlarda ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanishi rejalashtirilgan. Ta'minotida to'g'risini aytsam, muammo ko'p bo'lgan. Bu sir paytda yotqizilganda bu suv turbalar ko'p o'zi chirib ketgancha ham bo'ladi. Hozir bu turbalarning yotqizilishi mahallaga juda zo'r keladi. Eski turbalarga 50 yilmi, 60 yil xudo boshida, biz bilmaymiz. Biz kichkinaligimizda bo'lgan bu narsalar. Shuning uchun bu juda yaxshi. Bu qilinayotgan ishlar ham xalq foydasi uchun yaxshi bo'lyapti. Toshkent shahar suv ta'minotiga ham, keyin hokimiyatga ham, prezidentga ham hammalariga shu vaqt topib, bizga vaqt ajratib, pul ajratib, shunchalik biz xalq o'ylayotgani uchun rahmat deymiz. Xalq manfaatini o'ylab qilinayotgani uchun bu juda yaxshi. Biz xursandmiz. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati ilmiy o'quv markazida tashkil etilgan oqova suv inshootlari va tarmoqlaridan foydalanish yo'nalishidagi navbatdagi o'quv dasturi yakunlandi. Unda hududiy suv ta'minoti korxonalaridan 24 nafar mutaxassis bitiruv malakaviy ishlarini muvaffaqiyatli himoya qilib, diplomlarga ega bo'lishdi. Soha xodimlari favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilishi kerak? Bu borada Toshkent, Samarqand va Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatlari xodimlari uchun amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Hisobdorlik va ochiqlik tamoyillarini ta'minlash maqsadida mas'ullar ishtirokida brifinglar tashkil etilib, muntazam ravishda omma e'tiboriga havola etilmoqda. Xususan, o'tgan haftada Qashqadaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ixtiyor Umarov, Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mas'ul xodimi hamda axborot xizmati rahbari Alisher Aliqulovlar ishtirokida brifinglar tashkil etildi. Hisobot davrida murojaatlar ijrosida muddat buzilish holatlari qayd etilmadi. Shuningdek, jamiyat va uning tuman shahar filiallari tomonidan joylarda 114 ta sayyor qabul o'tkazildi. Shundan jamiyat rahbariyati tomonidan 7 ta sayyor qabul tashkil etilib, 42 ta murojaat qabul qilindi. Ularning 39 tasi ijobiy hal etildi. 3 tasi esa o'rganish jarayonida davom etmoqda. 2026-yil uchun 60.1 milliard so'mlik qurilish montaj ishlari bo'yicha pudrat shartnomalari tuzilgan. Bugungi kunga qadar mazkur loyihalar doirasida 269.3 kilometr ichimlik suv tarmoqlari qurilib, bir qator muhim infratuzilma obyektlari barpo etildi. 2026-yil yakuniga qadar viloyatda 185 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 86.1 ming nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlansa, 72.7 ming nafar aholini ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanadi. Viloyat aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 80.5% dan 82.5% ga yetkaziladi. Boshqaruv raisi tashabbusi bilan hududlarda kuchaytirilgan tartibda reyd tadbirlari tashkil etilmoqda. Xususan, hududiy suv ta'minoti korxonalari xodimlaridan iborat ishchi guruhlari o'tgan haftada Surxondaryo viloyatida reyd tadbirlarini davom ettirishdi. Hozir reydlar xususida. Termiz shahar Islom Karimov ko'chasi qurilish maktab qurilayotgan ekan. Shartnomasi yo'q. 20 talik quvurdan foydalanyapti. Kanalizatsiya yo'q. O'chirildi. Shartnomasi yo'qligi sababli ichimlik suvga to'lovni amalga oshirilmayotganligi uchun. Oqshomon Farovon massivi mahallasida joylashgan savdo do'koni ichimlik suviga noqonuniy yo'nalganligi aniqlanib, tarmoqda o'zish ishlari davom etmoqda. Xalq roziligi soha rivojining ko'zgusi. Davlatimiz rahbari tomonidan chiqariladigan bugungi kunda chiqariladigan qaror va farmonlari chekka qishloqlarda ham amalga oshirilayotganligi, yaqqol namunasi mana bizning mahallamizda bo'layotgan suvlardan ko'rinib turibdi. Aholi bundan juda mamnun, kayfiyatlari juda a'lo darajada. Bu suvdan biz benihoya xursandmiz, chunki uglevodlarga boy, shirin, toza ichimlik suvi hisoblanadi. Bu suv oddiy ichimlik suvi emas. Bu prezidentimizning xalqimizga bo'lgan mehri. Ko'kvada protlar bor, ko'cha kranlar.
xalq unda foydalangan paytimizda masalan shaxsan o'zimni boshimdan o'tganligi, yengillikni his qilganligim, faqirda suv olib kirarlikda uyga olib kirib, keyin foydalanaman. Hozir shunday uyimda turgan yerimda shunday suvni ochaman, sovuq suv tushib turibdi. Tahorat mana biz ayniqsa katta yosh kattalarga tahorat boshqa qilishga ham juda qulaylik bo'lgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan o'tgan haftaning muhim xabarlari shulardan iborat edi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan sahifalarimiz orqali bizlarni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.